avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'yicha eng ko'p berilayotgan savol bitta. Kimning pensiyasi oshadi, kimniki esa oshirilmaydi. Men bugun aynan shu masalani oddiy, tushunarli va aniq qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki ota-onasi, buyisi, bobosi yoki nogironlik nafaqasi oladigan yaqinlari bor har bir oila uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam menga ham qo'shilishi kerak edi deb kutib yurishi yoki aksincha o'ziga tegishli oshirilgan pulni talab qilmay qo'yishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat pensiya oshadi degan umumiy gapni aytmayman. Kimning pensiyasi oshirilmasligi, qaysi holatda odam yanglishadi, qaysi to'lovlar indeksatsiya kirmasligi. Amalda pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qilganda nimalarga e'tibor berish kerakligini misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta kun kechikish ham odamning puliga ta'sir qilishi mumkin. Avvalo, indeksatsiya degani nima ekanini to'g'ri tushunib olaylik. Indeksatsiya bu pensiya yoki ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdorini davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirishdir. Buning sababi oddiy. Narxlar o'zgaradi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari oshadi. Pensiya esa odamning kundalik hayoti uchun asosiy daromad manbai bo'lishi mumkin. Shuning uchun davlat vaqti bilan pensiya miqdorlarini qayta ko'rib chiqadi. Oldin odamlar ko'pincha shunday tushunardi: agar pensiyalar oshsa, demak hammaning kartasiga bir xil foizda ko'proq pul tushadi. Lekin amalda har doim ham bunday emas. Pensiya tizimida bir nechta turdagi to'lovlar bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha ustamalar, alohida toifadagi fuqarolarga beriladigan imtiyozli to'lovlar. Indeksatsiya qaysi to'lovlarga tegishli bo'lsa, faqat o'sha to'lovlar oshadi. Qolganlari esa avvalgidek qolishi mumkin. Hozirgi o'zgarishlarda ham eng katta xato shundan kelib chiqadi. Odam pensiyalar oshadi degan xabarni eshitadi va o'zining har bir oladigan pulni oshadi deb o'ylaydi. Masalan, pensiya asosiy qismi oshishi mumkin, lekin bankdan olinadigan kredit ushlanmasi bor bo'lsa, kartaga tushgan summa kutilgandan kamroq ko'rinadi. Yoki odamga pensiya bilan birga alohida kompensatsiya to'lansa, asosiy pensiya oshadi. Lekin kompensatsiya o'zgarmasligi mumkin. Shunda odam menga to'liq oshirilmabdi deb o'ylaydi. Aslida esa hisob-kitob boshqacha yuritiladi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya oshish haqida gap ketganda, siz umumiy gapga emas, o'zingizning to'lov turiga qarashingiz kerak. Agar siz yoshga doir mehnat pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, indeksatsiya odatda asosiy pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz ham tegishli qaror doirasida qayta hisoblanishi mumkin. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, bu to'lov ham alohida tartib asosida ko'riladi. Lekin agar siz faqat bir martalik yordam, mahalla orqali tayinlangan vaqtinchalik ijtimoiy yordam yoki boshqa manbadan beriladigan kompensatsiya olayotgan bo'lsangiz, u har doim ham indeksatsiya tushavermaydi. Oddiy misol keltiraman. Deylik, bir pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Agar indeksatsiya natijasida uning pensiyasi 10% ga oshirilsa, hisob-kitob bo'yicha 120 ming so'm qo'shilishi mumkin va yangi miqdor 1 million 320 ming so'm bo'ladi. Lekin bu odamning kartasiga oldin 1 million 200 ming so'm to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Masalan, 200 ming so'm kredit uchun ushlab qo'linsa, u oldin kartasida 1 million so'm ko'rgan. Oshirilgandan keyin ham 200 ming so'm ushlansa, kartaga 1 million 120 ming so'm tushadi. Odam esa nega menga 320 ming qo'shilmadi deb o'ylashi mumkin. Aslida qo'shilgan pul pensiyaning umumiy hisoblangan miqdorida ko'rinadi. Kartaga tushadigan sof summada esa ushlanmalar ham hisobga olinadi. Yana bir misol. Bir kishi 900 ming so'm pensiya va qo'shimcha 100 ming so'm kompensatsiya oladi. U jami 1 million so'm olayotganini biladi. Indeksatsiya faqat pensiya qismiga qo'llansa 900 ming so'm oshadi. 1 ming so'm kompensatsiya esa o'zgarmaydi. Agar 10% oshsa, pensiya 910 ming so'm bo'ladi. Kompensatsiya 1 ming so'm bo'lib qoladi. Jami 1 million 10 ming so'm chiqadi. Odam esa mening jami pulim 1 million edi. Nega 1 million 100 ming bo'lmadi deb savol beradi. Mana shu nozik farqni tushunish juda muhim. Menimcha, birinchi navbatda yangi pensiyaga chiqqanlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki pensiya tayinlangan oy, qayta hisoblash sanasi va
indeksatsiya kuchga kirgan sana bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, odam avgust oyida pensiyaga chiqqan bo'lsa, unga pensiya allaqachon yangi miqdorlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Shunda u yana alohida oshirilishini kutmasligi kerak. Aksincha, iyul oyida eski miqdorda pensiya olgan odam avgustdan boshlab yangi miqdorni ko'rishi mumkin. Bu yerda kalit so'z. Pensiya qachon tayinlangan va qaysi davr uchun to'langan? Ikkinchi xavotir qilish kerak bo'lganlar bu kartaga tushgan summaga qarab xulosa chiqaradiganlar. Men ko'p holatda shuni ko'raman. Odam bank ilovasiga qaraydi. Pul tushganini ko'radi, lekin pensiya jamg'armasidagi hisoblangan miqdorni tekshirmaydi. Bank faqat tushgan summani ko'rsatadi. Agar sizda aliment, ijro hujjati, kredit, kommunal qarzdorlik bo'yicha ushlanma yoki boshqa majburiy chegirma bo'lsa, siz pensiyangiz oshganini bank tushumidan darhol to'liq sezmasligingiz mumkin. Shuning uchun real hisob-kitobni bilish uchun pensiya bo'limidan ma'lumot olish kerak. 3-guruh bu ishlayotgan pensionerlar. Ayrim odamlar men ishlayapman, demak pensiyam oshmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi ham qonunda belgilangan tartibda indeksatsiya qilinishi mumkin. Lekin uning pensiyasi tarkibidagi ayrim ustamalar, qayta hisoblash huquqi, ish staji qo'shilishi yoki ish haqi bo'yicha qayta hisoblash masalalari alohida tartibda hal qilinadi. Ya'ni indeksatsiya bilan staj qo'shib qayta hisoblashni aralashtirmaslik kerak. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lsa, qayta hisoblash sizning shaxsiy hujjatlaringizga, ish stajingizga va daromadingizga bog'liq bo'ladi. 4-guruh bu boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Bu yerda ham odamlar ko'pincha oilamizda 3 kishi oladi. Har birimizga bir xil qo'shiladimi deb so'raydi. Bunday pensiyalar marhum boquvchining staji, daromadi va oila a'zolari soniga qarab hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar pensiyaning umumiy miqdori indeksatsiya qilinsa, taqsimot tartibi bo'yicha har bir oluvchining ulushi o'zgarishi mumkin. Lekin agar oiladagi kimdir yosh bo'yicha huquqini yo'qotgan bo'lsa, masalan, bola belgilangan yoshdan oshgan, o'qish hujjatini vaqtida topshirmagan yoki boshqa asos tugagan bo'lsa, u odam indeksatsiyadan foyda ko'rmasligi mumkin. Endi eng muhim savolga kelamiz. Kimning pensiyasi oshirilmaydi? Birinchi holat, agar odam pensiya emas, boshqa turdagi vaqtinchalik yoki maqsadli yordam olayotgan bo'lsa, masalan, mahalla orqali kam ta'minlangan oilaga beriladigan moddiy yordam, bir martalik yordam puli, ayrim hududiy kompensatsiyalar pensiya indeksatsiyasiga avtomatik kirmasligi mumkin. Bunday yordamlar alohida dastur, alohida mezon va alohida muddat bilan beriladi. Shuning uchun qo'shnimning pensiyasi oshdi, mening yordam pulim nega oshmadi degan savolga javob shunday. Chunki bu ikki to'lovning huquqiy tabiati boshqa-boshqa. Ikkinchi holat, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa, masalan, pensioner uzoq vaqt pulini olmagan, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan, chet elga doimiy yashashga ketganligi bo'yicha alohida holat bor yoki hujjatlarda aniqlashtirish talab qilinayotgan bo'lsa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bunday paytda indeksatsiya masalasi ham avtomatik tarzda kartaga pul tushish ko'rinishi sezilmaydi. Avval to'lov nega to'xtaganini aniqlash, keyin qayta tiklash, shundan so'ng tegishli davr uchun hisob-kitobni ko'rish kerak. 3-holat. Odamning pensiya olish huquqi tugagan bo'lsa, bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida uchraydi. Masalan, bola voyaga yetgan, kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topshirmagan yoki pensiya olish sharti tugagan. Bunday vaziyatda oldin olayotgan edim, demak o'shish kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Pensiya faqat huquq saqlanib turgan davr uchun to'lanadi. Huquq tugagan bo'lsa, indeksatsiya ham qo'llanmaydi. 4-holat, hujjatlar noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odamning ish staji to'liq kiritilmagan, arxiv ma'lumotnomasi yetishmaydi, familiya o'zgargan, eski mehnat daftarchasida yozuv noaniq, tashkilot nomi o'zgargan, lekin tasdiqlovchi hujjat olib kelinmagan. Indeksatsiya umumiy miqdorga qo'llanishi mumkin. Lekin sizning pensiyangiz avvaldan noto'g'ri past hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya ham past bazadan hisoblanadi. Masalan, aslida 25 yil staj bo'lishi kerak. Hujjatda faqat o'limdagi yil tan olingan. Pensiya 1.400.000 emas, 1.100.000 qilib tayinlangan. Keyin indeksatsiya bo'lsa ham oshirish 1.100.000 dan hisoblanadi. Shuning uchun odam oshdi, lekin juda kam oshdi deb norozi bo'ladi. Muammo indeksatsiyada emas, boshlang'ich hisob-kitobda bo'lishi mumkin. 5-holat. Pensiya allaqachon yangi miqdor bo'yicha tayinlangan bo'lsa,
Masalan, indeksatsiya avgustdan kuchga kirgan, odamning pensiyasi ham avgust oyida tayinlangan va hisob-kitob yangi bazada qilingan. U holda yana ustidan qo'shimcha oshirish bo'lmaydi. Bu 2 marta oshirish degani emas. Odam shuni tushunishi kerak. Agar sizga pensiya yangi me'yorlar asosida hisoblangan bo'lsa, siz indeksatsiyani allaqachon ichida olgan bo'lishingiz mumkin. Eng katta xatolardan biri foiz hamma uchun bir xil pul beradi degan fikr. Foiz bir xil bo'lsa ham summa har xil chiqadi. Takin siz 1000 so'm pensiya olayotgan odamga 10% haqida 1000 so'm bo'ladi. 2 million so'm pensiya olayotgan odamga esa 10% 200 ming so'm bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil foizda oshgan, lekin qo'shilgan pul turlicha. Shuning uchun qo'shnining pensiyasiga 200 ming qo'shilib, siznikiga 9 ming qo'shilsa, darhol menga kam qo'shishdi deb o'ylamaslik kerak. Avval eski pensiya miqdoringiz, yangi miqdor, foiz va tarkibni solishtirish kerak. Ikkinchi xato, telefonimga kelgan SMSda kamroq ko'rindi, demak oshmadi deyish. Bank SMS'i bu faqat operatsiya xabari. U pensiya hisob-kitobining to'liq hujjati emas. Ba'zan pensiya bir necha bo'lib tushadi, ba'zan oldingi oy qarzdorligi. Qayta hisob-kitob farqi, ushlanma yoki texnik kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat SMSga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. Uchinchi xato, hamma pul avgustning 1-kuni tushishi kerak degan kutish. Pensiya to'lovlari hudud, bank, grafik, naqd yoki plastik karta shakli, dam olish kunlari va texnik jarayonlarga qarab turli kunlarda amalga oshiriladi. Agar sizning qo'shningizga bugun tushib, sizga ertaga tushsa, bu hali muammo degani emas. Lekin belgilangan to'lov davri o'tib ketgan bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish kerak. 4-xato, mening yoshim katta, demak avtomatik ustama qo'shiladi degan fikr. Yoshga bog'liq ayrim ustamalar yoki imtiyozlar bor bo'lishi mumkin, lekin ularning har biri alohida shartga ega. Ba'zilari yoshga, ba'zilari nogironlik guruhiga, ba'zilari mehnat faoliyati turiga, ba'zilari davlat mukofotlari yoki maxsus maqomga bog'liq. Indeksatsiya bularning hammasi avtomatik bir xil o'zgartiradi deb bo'lmaydi. Birinchi misol, onaxon 20 million ming so'm yoshga doir pensiya oladi. Avgustdagi indeksatsiyadan keyin uning hisoblangan pensiyasi 1 million 265 ming so'm bo'ldi. Ya'ni 25 ming so'm qo'shildi. Lekin onaxonning kartasiga 1 million 65 ming so'm tushdi. Chunki 200 ming so'm kredit uchun ushlab qolindi. U menga oshirmabdi deb o'yladi. Aslida pensiya oshgan, faqat sof tushumdan ushlanma ketgan. Bunday holatda bankdan ushlanma ma'lumotini pensiya jamg'armasidan esa hisoblangan pensiya miqdorini alohida tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Bir erkak kishi iyul oyida pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirdi. Avgustda pensiya tayinlandi. U qo'shnilardan avgustda pensiya oshdi degan gapni eshitib, menga ham ustidan qo'shib berishlari kerak deb kutdi. Lekin uning pensiyasi avgustdagi yangi me'yorlar asosida hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha alohida oshirish bo'lmasligi mumkin. Bu yerda u pensiya tayinlash qaridag'asi sana va qaysi miqdor asos qilib olinganini ko'rish kerak. Uchinchi misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila 2 farzand uchun pensiya oladi. Katta farzand kollej yoki oliy ta'limga kirgan, lekin o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnomani vaqtida bermagan. Natijada uning ulushi vaqtincha to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Oila esa pensiya oshdi, nega bizga kam tushdi deb o'ylaydi. Indeksatsiyada emas, hujjat tasdiqlanmaganida bo'lishi mumkin. 4-misol. Pensioner o'tgan yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi 6 yillik ish joyi arxivdan tasdiqlanmagan. Pensiya kamroq tayinlangan. Avgustda indeksatsiya bo'lganida ham oshirish aynan tan olingan miqdordan hisoblangan. Agar u arxiv hujjatini topib, stajni tasdiqlatsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Demak, indeksatsiya kutishdan tashqari o'z hujjatlaringizni ham tartibga keltirish kerak. Men tomoshabinlarga doim aytaman. Pensiya masalasida bir og'iz eshitilgan gap bilan qaror qilmang. Chunki har bir odamning pensiya ishi alohida. Bir odamda nogironlik guruhi bor, boshqasida maxsus ustama bor. Uchinchisida ish staji yetarli emas. To'rtinchisida ijro hujjati bo'yicha ushlanma bor. Tashqaridan qaraganda hammaga bir xil pensiya tushayotgandek ko'rinadi, lekin ichki hisob-kitoblar boshqacha. Yana bir muhim nuansa. Indeksatsiya qaysi sanadan kuchga kirgani bilan pul qaysi kuni tushgani bir narsa emas. Agar qaror avgustdan amal qilsa, bu degani har bir odam avgustning 1-kunida oshirilgan pulni ko'radi degani emas. To'lov grafiklari bo'ladi. Ayrim hollarda qayta hisoblangan farq keyingi to'lov bilan birga kelishi mumkin. Lekin bu holat cho'zilib ketsa, albatta yozma murojaat qilish kerak. Bundan tashqari,
Ayrimlar eski qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov masalasini unutib qo'yadi. Masalan, oldin biror sabab bilan ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, keyin qonuniy tartibda ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Shunda indeksatsiya bo'lganiga qaramay, odamning qo'liga tegadigan pul sezilarli oshmaydi. Buni aniqlash uchun pensiya bo'limidan menda ushlanma bormi, qaysi asosda va qancha muddatga deb so'rash kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, eski pensiya miqdoringizni yozib oling. Faqat kartaga tushgan pulni emas, aynan hisoblangan pensiya miqdorini bilishga harakat qiling. Agar qo'lingizda pensiya tayinlash qarori, ma'lumotnoma yoki oldingi oy hisob kitobi bo'lsa, shundan boshlang. Ikkinchi qadam, avgustdan keyingi yangi tushumni tekshiring. Bank ilovasidagi tushum, SMS xabar va naqd olgan bo'lsangiz to'lov varaqasini solishtiring. Agar summasi kutilgandan kam bo'lsa, darhol xulosa qilmang. Avval ushlanmalar bor yo'qligini aniqlang. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam avgust oyidagi indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblangan yoki hisoblanmagani, eski va yangi miqdor, qo'llangan foiz ushlanmalar va to'lov sanasi bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Men aynan yozma javob so'rashni maslahat beraman. Chunki og'zaki javob esdan chiqadi. Tushunmovchilik bo'ladi, keyin isbotlash qiyinlashadi. To'rtinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqida ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasi tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish joyidan ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'ladi. Beshinchi qadam, agar sizningcha pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, shunchaki norozilik bildirmang, aniq talab qo'ying. Masalan, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, ish stajimning falon yillari inobatga olingan yoki olinmaganini ko'rsatishingizni, agar olinmagan bo'lsa, qaysi hujjat yetishmayotgani yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Bunday murojaat aniq bo'ladi va mutaxassis ham sizga umumiy gap emas, hujjat bo'yicha javob berishga majbur bo'ladi. 6-qadam, agar bank kartasiga pul tushishi bilan bog'liq muammo bo'lsa, pensiya bo'limi bilan birga bankka ham murojaat qiling. Chunki pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin bank kartasi muddati tugagan, hisob raqamida muammo bor, karta bloklangan yoki texnik sabab bilan pul kechikkan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya bo'limi biz o'tkazganmiz deydi. Bank esa operatsiya holatini tekshiradi. Ikkalasini aralashtirmaslik kerak. 7-qadam, yaqinlaringizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'p keksa odamlar SMS'ni o'qimaydi. Bank ilovasidan foydalanmaydi. Ushlanma nima ekanini tushunmaydi. Farzandlar va nabiralar bu yerda yordam berish kerak. Lekin yordam berayotganda pulni o'zlashtirish emas, hujjatni tartibga solish. Tushumlarni tekshirish va kerak bo'lsa, murojaat yozishga ko'maklashish kerak. Men nimani tavsiya qilmayman. Men tasdiqlanmagan Telegram xabarlari, qo'shni aytgan gap, bozordagi mish-mish yoki hammaniki shuncha oshibdi degan umumiy gapga ishonib qolishni tavsiya qilmayman. Pensiya masalasi hujjat bilan hal bo'ladi. Sizning huquqingiz ham hujjatda. Sizga beriladigan javob ham hujjatda. Noto'g'ri hisob kitobni tuzatish imkoniyati ham hujjatda bo'ladi. Demak, avgustdagi pensiya indeksatsiyasida hamma uchun eng muhim qoida shunday: avvalo to'lov turini, keyin eski va yangi hisoblangan miqdorni. Undan keyin ushlanmalar va hujjat holatini tekshirish kerak. Kimning pensiyasi oshirilmasligi mumkin? Pensiya emas, boshqa yordam oladiganlar, pensiya olish huquqi tugaganlar, to'lovi vaqtincha to'xtatilganlar, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, pensiyasi allaqachon yangi me'yorlar asosida tayinlanganlar va ayrim qo'shimcha to'lovlari indeksatsiyaga kirmaydiganlar oshishni kutganda ko'rmasligi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oxirgi 2 oy pensiya tushumini solishtiring. Hisoblangan miqdorni aniqlang. Agar farq tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz yoki yoshi katta yaqinlaringiz bo'lsa, ularning hujjatlarini tekshirib bering. Ba'zan bir dona arxiv ma'lumotnomasi yoki bir dona o'qish joyidan ma'lumotnoma pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir qiladi. Sizda avgust oyida pensiya oshdimi yoki yo'qmi? Kartaga qancha tushdi? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchrayotgan holatlar bo'yicha alohida tushuntirish berib boraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring.
Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka amalda kerak bo'ladi.